alaykum, hurmatli kitobxonlar. Kitoblarga qayta ishlov berish va adabiyotlar bilan to'ldirish bo'limini bosh mutaxassis Abdulla Ibrahimberdiman. Mana yonimda kutubxonachimiz, yaxshi inson Muhabbat Abdusalomning Mo'mini o'tiribdilar. Mana to'g'rimizda Madaniyat instituti 4-kurs talabasi praktikant qizimiz Gavhar xonim o'tiribdilar. Hozir biza mana kelgan bir nechta kitobga qayta ishlov beramiz, xudo xolasa. Biza kitobga mualliflik belgisi qo'yamiz. O'zbek kitoblari bo'lgan, o'zbek tilidagi kitoblar bo'lgan. Agiyev kitobidan foydalanamiz. Mualliflik belgisi bo'tda harflar berilgan va o'sha harflarga tegishli sonlar bor. 11dan 99gacha bo'lgan sonlar bor. O'shaning orasidan muallifning familiyasiga to'g'ri keladigan harfga tegishli bo'lgan sonni olamiz va mualliflik belgisini qo'yamiz. Nimalar yozamiz orqaga birinchi kitobimizga birinchi bo'lib sohasini qo'yamiz. Bu kitobga inventar raqamlarini qo'yib beradi, keyin inventar raqamlari bo'ladi. Bu tarafiga keyin adibni familiyasi yoziladi. Keyin bo'lsa Demak, bu yerda Jalil Rahmatdan Rahmat Jalil yoziladi. Rahmat Jalil yoziladi. Rahmat Jalil yoziladi, Jalil Rahmat emas. Oltinjonda oltin tomchi Bu yoziladi. Bu yilga Toshkentga chiqqanligi sababli Toshkent yilini yozamiz va keyingisi summasini yozamiz. Bahosini. Kitobning Kitobning bahosi yoziladi. bahosi yoziladi. Mana shu bilan kitobimiz ishlov berish bo'limidagi ishlari tugadi. Buni keyin nimaga saqlash bo'limiga topshiramiz. Aks qilib topshiriladi. Mana shu bizlarning bo'limda ishlov berish Qisqacha ish jarayonimiz jarayonimiz shulardan iborat.